Barchalarga salom do'stlar. Sizlar bilan Wizard Talasa kanali. Xo'sh do'stlar, biz bugungi video roligimizda Dream League Soccer 2026 o'yinida o'zimning akkauntimni sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Ya'ni bu meni YouTube kanaliga birinchi videom, ya'ni Wizard Talasa YouTube'ga birinchi katta videom. Shuning uchun albatta podpishka qilasizlar degan umiddaman. Videoni esa ko'p cho'zib o'tirmasdan boshlaymiz. Albatta, обязательно kanalga obuna bo'l, videoga like bosib qo'ying. Qanunda biz boshladik. Xo'sh, sizlarga oldin Neymarni ko'rsatmoqchiman. Xo'sh, Neymarga keladigan bo'lsak, statistikalar ajoyib. Shundan 100 chiqmagan, 3 ta 100 chiqqan. Dallasa 2022 da olingan Neymar. Xo'sh, ikkinchisi Erling Haaland. Bu ham Dallasa 24 larda olib full qilingan, ajoyib tarzda 5 ta 100 chiqqan. Xo'sh, keyingisi esa bu Vinicius Junior, undan ham 4 ta 100 chiqqan, 600 chiqarilmagan, faqat full fitness berilgan. Xo'sh, keyingisi esa Federico Valverde, ideal tarzda full qilingan, yuqorisidan 4 ta 100 va pastidan 80 plus qilingan, zarbalari ham yaxshi. Keyingisi esa Jude Bellingham. Bu ham o'yini yaxshi, lekin full qilinganda yaxshi full qilinmagan bo'lsa ham zo'r o'yin ko'rsatdi. Keyingisi Dallasa 22 da olingan Paul Pogba va yana Dallasaga qaytgan, 20 da olingan va zo'r tarzda full qilingan. Keyingisi esa bu himoyamizda Jordi Alba, undan ham 3 ta 100 chiqqan, zo'r tarzda full bo'lgan. Keyingisi Virgil van Dijk, undan ham 4 ta 100, lekin taklingga 100 qilinmagan. Xo'sh, keyingisi bu Antonio Rudiger, undan ham normalli, lekin takling 97 bo'lib qo'ygan, yuqorisidan 4 ta 100 chiqqan. Keyingisi Eder Militao, Dallasa 25 ta olingan, yuqorisidan 4 ta 100 chiqqan. Xo'sh, zaxiraga o'tsa Kylian Mbappe umuman musor, ya'ni endi musor ham deb bo'lmaydi, lekin o'yini zo'r. Keyingisi Theo Hernandez, juda ham ideal holatda full qilingan, yuqoridan 4 ta 100, taklinglari 80 plus. Xo'sh, keyingisi Joao Cancelo, bu ham ideal holatda full bo'lgan, 3 ta 100. Keyingisi Muhammad Saloh, o'yini juda ham zo'r, o'ynab ko'rsanglar bilasizlar. Yuqoridan 4 ta 100, pastidan 90 pluslar. Keyingisi Toni Kroos, bu ham menimcha Dallasa 25 da o'tkazib olingan bo'lishi kerak. Xo'sh, keyingisi Kevin De Bruyne, u ham barcha statistikalari 90 plus, taklingi 69 bo'lib qolgan, o'yini zo'r ko'rsatadi, 96 reytingda. Keyingisi 96 reytingda Dallasa 24 da olingan, boshlarida juda ham zo'r full qilingan deb o'ylayman, o'yinlari ham ajoyib. Keyingisi esa Cristiano Ronaldo, Dallasa 22 da olingan, 96 yillik kartasi, faqat texnika berilgan. Keyingisi esa bu reservers bo'limiga o'tsa, bu yerda ham zaxirada 25 ta futbolchimiz bor. Birinchisi Luka Modric. Bu ham normalni full qilingan, texnikaga berilgan, fitness ham o'z normasida berilgan. Keyingisi N'Golo Kante, bu ham ideal full qilingan, ko'ryapsizlar, 4 ta 100. Bu ham Dallasa 23 ta olingan. Keyingisi Raheem Sterling, bu ham ideal holatda. Bu ham Dallasa 23 ta olingan. Keyingisi Rafael Varane, menimcha bu ham Dallasa 23 bo'lsa kerak, yuqorisidan 4 ta 100 chiqqan. Keyingisi esa bu Sadio Mane, Liverpool yulduzlaridan bittasi, unda ham 3 ta 100. Xo'sh, keyingisi esa bu Real Madrid afsonalaridan biri Marcelo, bu ham norm darajada full qilingan. Keyingisi esa Gerard Pique, bu ham Barcelona afsonasi, lekin musor full qilingan. Вообще tezliklari ham past, lekin stari zo'r. Va Romelu Lukaku, bu ham normalniy, Dallasa 22 da olingan, 93 lik kartasi. Xo'sh, keyingisi bu ham akkaunt noyob kartalardan biri Lorenzo Insigne. Menimcha zo'r full qilingan deb o'ylamayman, chunki tezliklari norm. Keyingisi ham noyob kartalardan biri Kasper Schmeichelning 80 kartasi. Yana bitta noyob karta Mauro Icardi. Bu ham akkauntga noyobligini oshirib turadi, chunki yo'qolib ketgan. Va keyingisi ham yo'qolib ketgan kartalardan biri Luis Suarez. Menimcha ko'proq texnika berib yuborilgan, shuning uchun tezliklari sal pastroq.
Xo'sh, endi keyingi futbolchimiz bu George Kellini. Normalniy takliflar 99, lekin shu tezliklar sal pastroq. Va Karim Benzemadan 3 ta 100, 2 ta 98. Menimcha bu zo'r emas. Lekin o'yini yaxshi. Son Heung-mindan ham 3 ta 100 chiqqan, normalniy full qilingan. Xo'sh, keyingisi Courtois, bu ham shart emas, golkiperlar. Va endi yana bitta noyob karta Riyad Mahrez. Bu ham zo'r full qilingan deb o'ylayman. Keyingisi Dallas 25 ta olib qolingan David Alaba. Real Madrid himoyachilaridan biri. Hozirda jarohatda turgan futbolchi. Keyingisi Rodrigo. Bu ham Real Madrid o'yinchisi, ideal holatda full qilingan. 3 ta 100, 2 ta 90 plus. Xo'sh, keyingisi Zlatan Ibrahimovic. Bu ham Milan afsonalaridan biri. Bu ham 88 reytingda full qilingan. Keyingisi vatandoshimiz Eldor Shomurodov. Bu ham cho'tka qilib full qilingan 90 plus. Tezliklari ham yaxshi. Keyingisi Dream Star futbolchilari tanisizlar. Chris Wood, keyingisi ham Anthony Robinson. Bu ham endi Di Maria kelsa, bu ham 25 ta olib full qilingan. Jotani ham ko'rib olsak, bu ikkita futbolchimiz videosi bundan oldin chiqqan, bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Full qilingan videosi. Dallas 26 da, Dallas 25 da olingan, Dallas 26 da full qilib videosini kanalga joylab qo'yganman. Bemalol o'tib tomosha qilishingiz mumkin. Xo'sh, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni ham unutmang. Aytgancha sizlarga stadionni ko'rsatmadim. Xo'sh, bu yerda ko'rib olishingiz mumkin, stadion full va bu yerda 3 ta ptichka turibdi. Va bu yerda esa 48 ta futbolchi sig'imga ega accommodation nima ish qilib. Xo'sh, akkauntni ko'rib oldinglar. Mana hamma narsasigacha ko'rsatib berdim. Albatta video yoqsa, albatta kanalga obuna bo'ling, videoga like ham bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Aytgancha Telegram kanalga ham ochishni unutmanglar. Telegram kanal silkasi opsiyaniyada bo'ladi. Bemalol o'tib Dallas haqida yangiliklarni ko'rib olishingiz mumkin. Xayr, sog' salomat bo'linglar.